$17,000. Hozir ko'chaga chiqsangiz, bu pulga yangi tuninglik qora Gentra beradi. Yoki kim uchundir 5 yillik tinimsiz ofis ishining maoshi. Mening hisobimda aynan shuncha sof foyda bor edi. Men bu pullarni lotereyada yutmadim. Bozorda analizim va tajribam bilan sug'urib oldim. Lekin bitta tugmani bosdim. Bu tugma pul yechish tugmasi edi va hammasi tugadi. Hisob muzlatildi. Pul esa yo'q. Meni bozor sindirmadi. Meni eng zo'r deb reklama qilingan broker sindirdi. Ko'p blogerlar reklama qildi, milliardlik kompaniya hamkori deyishdi, lekin 17 ka ularga og'irlik qildi. O'sha kuni men bir narsani yana qayta tushundim. Agar siz noto'g'ri broker bilan ishlasangiz, sizning qanchalik zo'r trader ekanligingiz bir tiyin. Bugun men sizga o'sha voqeadan keyin qanday qilib to'g'ri yo'lda davom etganimni va nega hozir 001 lot bilan ham $800-900 foydaga chiqqanimni ko'rsatib beraman. Tak, hozir MetaTraderga kiramiz va ko'rib turganingizdek 001 lot bilan $900 foydada. Ko'pchilik so'raydi, o'zi qayerga yo'qolib qolding? Nega 2 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmading? Men 2 yil ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmadim. Chunki haqiqiy trader faqat kameraga gapirish bilan emas, savdo bilan band bo'ladi. Sizlar aldanmasliginglar uchun qaytdim. Chunki kim uchundir 17 ka bir kunlik xarajat, kim uchundir esa 10 yillik daromad yig'ini. Lekin eslaydiganlar bor. Gold $3200 turganda, hamma soting narx tushadi deb baqirganda, men nima degan edim? Sotib oling, narx 3800 ga chiqadi. Shunchaki gaplar emas, isbotini tashlab qo'yaman va kunlarigacha to'g'ri keldi. Afsuski 4200 ga ham chiqib ketdi. 2 martalab o'zini oqladi. Bugun bozorni ochib qarang. Narx 3800 ni urdi. Buni hozirgi foydadan ham ko'rsangiz bo'ladi. Narx 4200 da. Bu bashorat emas edi. Bu 5 yillik tajriba edi. Lekin bugun men sizga boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Foydalarni ko'rdingiz. Ekranga qarang. Ko'ryapsizmi? Bu foydalarni hammasi juda kichkina risk bilan kirilgan. Lot hajmiga qarasangiz 001. Eng kichkina hajm. Foyda $800. Bu nima degani bilasizmi? Bu degani men bozorni yaxshi o'qiymanki, eng kichik xavf bilan ham katta foydani ushlab tura olaman. Bu degani men 100 tadan 100 ta pozitsiyani o'xshata olaman degani emas, balki 100 tadan sifatli 50-70 tasi ham yetadi degani. Har bitta pozitsiyangiz o'xshashi shart emas. Eng muhimi bu pozitsiya bir necha oylab ochiq turgani. Sizlarga o'rgatamanmi? Albatta, darsliklarni diqqat bilan kuzatib borsangiz, kichik sirlarni qadam va qadam ochaman. Brokerga kelsak, uni yopib yubormadi. Swaplar esa foydani yeb bitirmadi. 0 komissiya, 0 swap. Bunga qanday erishdim? $17,000 bilan xayrlashish tarixim. Bularni sizlar aldanmasliginglar uchun va boshimdan o'tgan narsalarni aytib bermoqchiman. Bundan bir necha oy oldin O'zbekistonda mashhur bo'layotgan zamonaviy tilda aytganda hype'da bo'lgan brokerda ishladim. O'shanda news trading qilib $2000 ni $20,000 qilganman. Qanday bo'ldi desangiz, qisqacha kanalda obunachilar uchun prognoz berildi va doimgidek o'zim ham pozitsiya ochdim. Foyda bo'ldi va broker men pul yechishga so'rov jo'natganimdan so'ng hisobimni blokladi. Ekraningizda ko'rib turganingizdek withdrawal reversal dedi. Ya'ni siz foydada bo'lsangiz, ular zararda. Siz zararda bo'lsangiz, ular foydada. Bu haqda batafsil video albatta chiqadi. Hamma aspektlar ochib beriladi. Endi kelinglar, qisqacha qanaqa puldan o'zi bunaqa risk qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. Razgon emas, shunchaki foydadan risk. Ya'ni misol uchun oyiga $10,000 foyda qiladigan bo'lsa odam, o'shanda ma'lum bir qismini olib, yangi strategiyalarni test qilishi yoki o'zi xohlaganicha ishlashi mumkin. Albatta bu usul nafsni qondirishga va asosiy hisobda stabil ishlashga ko'maklashadi.
Bu mening vaziyatimda 2000 dollar bo'ldi. Shunchaki pul tashlab full risk qilish esa eng katta xatolardan biri. Aytgancha, foydada risk qilishda ham maksimum 50% ni qilish mumkin. Misol uchun siz oyiga 1000 dollar topasiz deb hisoblaylik, undan 500 dollargacha bo'lgan summasini xohlaganingizcha ishlab risk qilishingiz mumkin, zilif qilishingiz mumkin. Qachonlardir vaqt keladi, o'sha 50% ni ham nafsingiz qo'ymaydi risk qilish uchun. To'liq riskda omadga ishoniladi. Topilgan pullarni esa o'zingiz juda yaxshi bilasiz nima qilishni. Ya'ni bu full riskda ishlangan hisobdagi pullarni. O'sha kunning davomiga qaytsak, obunachilar foydalarini tashlab xursand qilishdi. Juda ham xursand edim. Va meni ham pul yechib damga ketayotgan edim. Kamida plus 2 ta davlat. Lekin 17000 dollarga yechishga berganimda, ular meni shunchaki bloklashdi. Endi o'zimni xafa qilishni xohlamadim, safarni davom ettirdim. Safarda yana qayta tushundim. Bozor bu jang maydoni. Broker esa sening quroling. Agar quroling yotmasa, sen o'liksan degani. O'sha voqeadan keyin yana o'zimni testimdan o'tib kelgan brokerda ishlashni davom ettirdim. Ot aylanib qozig'ini topadi deydi-ku. Va u yerda yurib, yana risk qilishga tayyor bo'lgan summamni tashlab, zararni qaytarib oldim. Ya'ni 2 kani. Va shu bilan mana 3 yildirki men ular bilan ishlayman. Hozir ko'rsatgan 001 pozitsiyam ham aynan XM'dagi hisoblarimdan birida turibdi. Tak, nega men ularni tanladim? 3 yil ichida biror marta pul yechishda muammo bo'lmadi. Xoh 100 dollar, xoh 200 dollar yechdimmi, 500 dollar yechdimmi, undan ko'pmi, kammi, xoh 2424 soatda kartamda. Pozitsiyalarimni oylab ushlab turaman. Broker menga xalaqit bermaydi. Bu oshxonalariga o'xshab bitta foydadan keyin yarmini beraylik deb chiqmaydi. Menga tinchlik kerak edi. Men uni shu yerdan topdim. Chunki barobar anchadan beri ishlab kelayotgan narsa men uchun yaxshi bo'ladi, lekin test qilib ko'rishdan qo'rqmayman. Hozir men yana faol savdoga qaytdim va o'rgatishga qaytdim. Bu nima degani? Targetimizga yetib keldi, ya'ni 3800 ga. Undan ham tepada. YouTube prognozlar qaytadi. Shu zonaga chiqqandan keyin video olaman degandim. Mana endi olsam bo'ladi. Hozir ko'rib turibsiz. Bu degani men savdo qilmayman degani emas. Bu degani endi kontentlar davom etadi degani. Chunki biz qo'ygan maqsadga erishdik. Hammasini ko'rib olsangiz bo'ladi. Lekin qoida bor. Mening strategiyam faqat ishonchli brokerda ishlaydi. Hozir ko'p ishonchli broker deyilganlar ham ishlab ko'rganimdan keyin zamonaviy tilda aytganda parod qilinmoqda. O'shaning uchun 3 yildan beri eskisida ishlab kelaman. Bonuslar kerak deysizmi? Eshitdim. Men XM menejeri bilan gaplashdim. Mening do'stlarimga oddiy shartlar to'g'ri kelmaydi. 100-200 dollar bo'lmaydi dedi. Va biz kelishdik. Hozir pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tgan har bir kishiga albatta yangilar uchun havodan pul qilish, ya'ni hammaga qiziq bo'lgan narsa 30 dollarlik depozit bonus ham olishingiz mumkin. Hech qanaqa narsa qilishingiz kerak emas. Verifikatsiyadan o'tib bonusni olasizlar va yangi hisob bo'lishi shart. Va shunchaki vaqt chegaralangan 2025-yil oxirigacha. Eng yog'lisiga keladigan bo'lsak, 100 dollarlik depozit bonusi 300 dollargacha faqatgina pastdagi havola orqali va faqatgina sizlar uchun. Oddiy tilda tushuntiraman. Siz 300 dollar kiritasiz, XM sizga yana 300 dollar qo'shib beradi. Hisobingizda 600 dollar bo'ladi. Savol paydo bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Eslaysizmi mening 001 lotimni? Agar depozitim kichkina bo'lganda, men o'sha harakatni ushlab tura olmasdim. Ko'rib turganingizdek, menda ham kreditlar bor, lekin ozgincha qolgan. 1 dollardan ozgincha kamroq. Bonus bu sizning xavfsizlik yostiqchangiz. Bu sizga bozorda uzoqroq yashashga va meni strategiyam bilan katta harakatlarni ushlashga yordam beradi. Afsus, do'stlar, men 17000 dollarni yo'qotib, eski yo'limga, to'g'ri brokerga qaytdim. Siz bu xatoni qilmang, tayyordan foydalansangiz bo'ladi. Qo'rqsangiz start uchun 30 dollar havodan bonus olib, savdoni boshlasangiz bo'ladi. Vazifalar oddiy. Keyingi darslarga o'tish uchun bu vazifalarni qilsangiz bas. Videoni hozir to'xtating, pastdagi havola orqali o'ting, XMda hisob oling, havodan 30 dollarni oling va verifikatsiya qilib o'shandan foydalarni olsangiz bo'ladi. Muhim eslatma, 30 dollarni sizga bonus berilgan. Uni yechib olib bo'lmaydi, lekin undan qilingan foydalarni yetsangiz bo'ladi. Va
bitta telefondan bitta hisob ochishni maslahat beraman. Faqat hisobi tayyor va verifikatsiya qilinganlargina ikkinchi darsdagi texnik sirlarni o'rganishi mumkin. Ertangi darslarda biz o'sha 001 lot bilan qanday qilib $8 qilinganini grafikda ko'rib chiqamiz. Hisobni yana ko'rish xohladingizmi? Mana ekraningizda ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu yerda kreditim $0.58 qolibdi. Endi hechdan ko'ra kech, yaxshi. $0.58 yetdi. Lekin xavotir olmang. Kelajakda men sizga bu jarayonlarni qanday qilib texnologiya yordamida 10 barobar osonlashtirish mumkinligini aytib beraman. Hozircha esa asoslarga diqqat bilan qiling. Ikkinchi darsda ko'rishamiz. Strategiyalarni o'rganing. Xohlasangiz davom eting, xohlamasangiz 2026-yilda ham o'rganmang.